Endi bugun tahlillarimizni equation of line degan tasklar bilan davom ettiramiz. Equation of a line to'g'ri chiziq tenglamasi har doim umumiy ko'rinishi mx plus b ko'rinishida bo'lar ekan. mx plus b inglizchada har ikkalasini ham shu yerdagi qatnashgan m koeffitsient va b koeffitsiyentni ham nomi bor ekan alohida. Hatto birinchisini ikkita nomi bor. M koeffitsiyentni gradient derkanmiz. Gradient. Bu gradient aytganimda britancha ingliz tilida gradient, amerikancha ingliz tilida slope. Gradient bu chizig'imizni qay darajada qaysi tomonga og'ganini bildiradi. Slope degan so'zning ham ma'nosi og'ish degani. Masalan, to'g'ri chiziq bunaqa o'tishi mumkin. O'ng tarafga sal og'gan bo'lib, ko'proq og'gan bo'lib o'tishi mumkin yoki chap tarafga og'gan bo'lib o'tishi mumkin. Shuni hal qiladigan narsa, belgilab beradigan koeffitsient gradient ekan. Va bizda yana bitta koeffitsient bor, bu b koeffitsient. Buni y-intercept deymiz. Y-intercept bu tenglamamiz orqali chizilgan grafik. Y o'qini qaysi nuqtada kesib o'tsa, o'sha joyini y-intercept deymiz. Masalan, chizig'imiz ko'rinishi shu ko'rinishda bo'lishi mumkin. Y o'qini bu to'g'ri chizig'imiz mana bu nuqtada kesib o'tyapti. Shu nuqtani y koordinatasini y-intercept deyiladi. X o'qini kesib o'tgan nuqtasini x-intercept deyiladi. Bizga y-interceptni shundoq agar bilsak, b ni topishimiz mumkin ekan, yoki b ni bilsak, y o'qini necha nuqtada kesib o'tishini topishimiz mumkin ekan, ya'ni y-interceptni. Bugungi mashqlarda tenglamasini berib koeffitsiyentlarni so'ragan bo'ladi yoki teskarisi ko'rib chiqamiz. Eslab qolgan bo'lsanglar boshlaymiz. Birinchisida masalan gradientni toping debdi. Gradientni mana x ga ko'paygan son bo'ladi. Faqat chalg'ib qolmaslik kerak, o'rnini almashtirib qo'ysa ham gradient doim x ga ko'paygan son bo'lib chiqadi. 3x plus 4 ni masalan 4 plus 3x deb yozish mumkin. Bu tenglama bilan bo'linsa bir xil, lekin slope yoki gradient 4 ga aylanib qolmaydi. Slope baribir 3 ligicha qolaveradi. Demak, bizda gradient 3 ga teng. Y teng mx plus b da m gradient bo'lgani uchun. Endi y-interceptni so'rayapti. Y-intercept 4 ga teng. Javobni toki shu ajratilgan joyga, mana bu joyga yozmas ekanmiz, to'g'ri javob sifatida olinmaydi. Shunga e'tibor beramiz. Ikkinchisida ham gradientni so'rayapti. Shu to'g'ri chiziqni gradienti nechaga teng? Gradient albatta x koeffitsiyentiga ko'paygan songa teng, ya'ni 7 ga. Naqadar oson savollar. Uchinchisida write down the coordinates of points where the line intersects y-axis. Intersect degani kesishmoq degani, y-axis degani y o'qi, y o'qiga kesishadigan nuqtaning koordinatasini yozing deyapti. Ya'ni bizga y-interceptni boshqacha so'zlar bilan reference qilib aytib so'rayapti. Y-interceptni topib bering deb. Buning uchun chizib o'tirish ham shart emas.
Shunchaki x ga ko'paymagan alohida kelgan sonni olsak yetarli, ya'ni javob 2. Agar qaysidir tenglamada shu y-interceptni topolmasanglar, masalan y teng 4x ni o'zi bo'lishi mumkin, unda y-intercept 0 ga teng bo'ladi. Chunki aslida bu yerda plus 0 bor deb faraz qilsak ham bo'ladi. Biz holatda hozir y-intercept 2 ga teng. 4-sida yana ham reference qilibdi boshqacharoq qilib y axis bilan D nuqtada kesishadi. O'sha nuqtaning koordinatalarini yozing debdi. Bizdagi o'sha nuqtada y o'qi bilan kesishgan nuqtasini koordinatasi minus bo'lishi aniq. Y koordinatasi u, lekin x koordinatasi nechi bo'ladi? To'liq nuqtani yozmoqchi bo'lsak degan savol paydo bo'lsa, bilib qo'yishingiz mumkin, yozib qo'yishingiz ham mumkin. Har doim y o'qida yotgan nuqtani x koordinatasi 0 ga teng bo'ladi. X o'qida yotgan ixtiyoriy nuqtani y koordinatasi 0 ga teng bo'ladi. Demak, bizda y koordinatamiz 5 ga teng, y-interceptda x koordinatamiz 0 ga teng. X ni oldin yozganimiz uchun 0 minus 5 bo'lar ekan. Slope ni ham, y-intercept ni ham ishorasiga e'tibor berib qo'yamiz. Minus bo'lsa plus yozib qo'ymanglar shoshilib. Javob 0 minus 5 bo'ldi o'shanda. 5-sida qaysi biri to'g'ri chiziq tenglamasi emas? Y teng mx plus b ko'rinishda bo'lmagan tenglama to'g'ri chiziq tenglamasi bo'lmaydi. Bu yerda faqat bitta shunaqa bunga mos kelmaydigan tenglama bor, x kvadrat. Buni grafigini chizsanglar parabola bo'lib ketadi, to'g'ri chiziq chiqmaydi. Qolganlarning grafigi hammasi to'g'ri chiziq chiqadi. 6-sida tenglamani gradientini toping debdi. Gradientga minus o'zini yozib qo'yamanmikin? Yoki minus 1 qo'yamizmikin? Albatta minus 1 qo'yamiz, chunki bu yerda minus 1 ko'paya x bor deb olamiz. Hech nima son yozilmasa, o'sha joyda 1 ko'paygan deb olinadi. 7-sida tenglamasini toping debdi. Grafikni ko'riboq topa oladigan narsamiz y-intercept b teng 1 ekan, chunki 1 degan nuqtada kesib o'tyapti y o'qini. Endi slope ni topamiz. Ikkita nuqta olamiz. X 0 bo'lganda y 1, x aytaylik 1 bo'lganda y 3. Slope topadigan bo'lsam 3 dan 1 ni ayiraman, 1 dan 0 ni. 2 ni 1 ga bo'lsam 2 chiqadi. Demak, slope'imiz 2, b'imiz 1. Tenglamani yozishimiz kerak. Y teng mx plus b bo'lgan bo'lsa, javobga to'liq tenglamani o'rniga qo'ygan holatda yozishim kerak. Slope o'rniga 2 qo'yaman. 2x plus b o'rniga 1 qo'yaman. Shu javob bo'ladi. 2x plus 1. 8-sida y-interceptini, gradientini, tenglamasini toping debdi. O'zi tepadagi ikkitasini topsak, 3-sini ham topish oson. Y-interceptda eng oson y ni kesib o'tgan nuqtasi 2 ga teng ekan. Gradientini hisoblaymiz endi. Ozgina mehnat qilamiz. Ikkita nuqta olishimiz kerak. 0 da 2 bo'ldi. Y o'qida yotgan nuqta yana birorta aniq joyiga 1 da. Y-imiz 5 ga teng bo'lar ekan. Slope'ni topamiz endi. Y-dagi bir ayiramiz 5 dan 2 ni 1 dan 0 ayiraman. Shunda 3 taqsim 1 3 ga teng chiqar ekan slope. Tenglamasini yozing deyapti endi. Y teng mx plus b ga qo'yadigan bo'lsam, y teng
3x plus 2 bo'lib qoladi. Shunda uchala savolga ham javob bergan bo'lamiz. Hop, 9-da ham tenglamasini toping deyapti. 10-da ham o'sha savol, 11-da ham, 12-da ham. Menimcha ularni topa olasizlar. Ishlanishi deyarli bir xil. 13-da so'ragan savolga ham javobini topish oson menimcha. Gradientini toping deyapti. Gradienti 3 bo'ladimi yoki -4? Nima deb o'ylaysiz? Y teng mx plus b yozganimizda ularni qaysi biri birinchi, ikkinchi kelishi muhim emas. Qaysi biri x ga ko'payishi yo'q, qaysi biri x siz kelishi muhim. Bizda x ga ko'paysa -4, slope ham -4 ga ko'paytirgan bo'ladi. Demak, gradient -4 chiqadi. Endi 14-savolda nihoyat boshqacharoq turdagi savol kelibdi. Grafiklarini tenglamalarga moslang debdi. Grafikdan bittada ko'rib aytishimiz mumkin bo'lgan narsa bu y-intercept. Yana doimgiday bizda ikkita grafik bor. Y-intercepti 3 ga teng bo'lgan va ikkita grafik bor. Y-intercepti -3 ga teng bo'lgan. Tenglamalarda ham ikkita +3, ikkita -3 lik y-intercept kelgan. Endi ularni bir xillarini o'zaro ajratadigan farqi slope-ni yoki gradientni ishorasida. Graf A da o'suvchi grafik bo'lib ketyapti. Shuning uchun slope'imiz qanaqa bo'lardi? Musbat bo'lardi. Graf B da slope'imiz manfiy bo'lardi. Chunki bu kamayib ketyapti. Slope musbat bo'lgan b koeffitsiyenti 3 bo'lgan grafik tenglamasi faqatgina birinchisida turibdi. Demak, birinchisiga a bo'lar ekan. B koeffitsiyenti 3 bo'lgan yana bitta tenglama bor. Uni slope manfiy, bunisi b ga teng bo'ladi. B ga mos keladi. Endi keyingilarni ko'ramiz. C da grafik kamayuvchi bo'lib ketyapti, chunki o'ngga yurganimiz sari u pastga ketyapti. Demak, slope'imiz manfiy. D da o'ngga yurgan sari grafik tepaga qarab yuryapti, demak slope'imiz musbat. B koeffitsiyenti ham slope ham manfiy bo'lgan tenglamaga C mos keladi. Bu tenglama oxirgisida va keyingisiga D mos keladi. Slope musbat, lekin B koeffitsiyent manfiy. Y-intercepti manfiy. Hop, 15-sida ikkita nuqtani berib qo'ygan. Bitta berganga o'xshaydi, lekin koordinatlar boshidan O nuqtadan ham o'tgan. O nuqta nimaga O harf bilan belgilanganini bilasizlarmi? Chunki bu origin degan so'zning bosh harfi, ya'ni koordinatalar boshi. Koordinatalar boshida koordinatasi doimo 0 0 bo'ladi. Demak, bizda aslida ikkita nuqta bor. 0 0 nuqta bilan 642 nuqta. Y o'qini 0 nuqtada kesib o'tgani uchun B koeffitsiyentimiz 0 ga teng. Slope topadigan bo'lsak 42 - 0 taqsim 6 - 0 bo'lib turib 7 chiqadi. Tenglamasini yozadigan bo'lsam, o'shanda y teng 7x plus 0 yozish shart emas. 7x ni o'zi ekan. Buni gradientini toping debdi. Ozgina tricky question ekan. Gradientni yozishimiz uchun y teng mx plus b ko'rinishda bo'lishi kerak tenglamamiz. Lekin bu yerda unaqa emas. O'sha ko'rinishga olib kelishimiz kerak ekan. Y teng deymizda
8 turaveradi. 7x bu yerda musibat 7x edi. Chap tarafga olib o'ng tarafga olib o'tganimizda tenglikni bir tarafdan boshqa tarafga olib o'tganda ishorasi almashish kerak. O'shanda 8 minus 7x bo'lib qoladi. Endi slopni yoki gradient topadigan bo'lsak, u minusdan 7 ga teng bo'ladi. Chunki x ko'payayotgan son minus 7. Bu turgan holatiga chalib qolib, plus 7 olsanglar javob xato bo'ladi. Keyingisi ham xuddi shunaqa. Y teng minus 3x plus 15 bo'ladi. O'ng tarafga olib o'tganimizda buni gradienti minus 3 ga teng, plus 3 ga emas. Find the vertical line crosses y-axis. Y o'qini kesib o'tgan nuqtasini toping deyapti. Bu nuqtaning nomi nima edi? Y-intercept edi. Y-intercept bizda 15 ga teng. Yozib qo'ysak yetarli. Bir balli javoblarga javobni o'zini yozish yetarli. Chunki faqat javob to'g'ri yoki noto'g'ri bo'ladi. 1 yoki 0 ball qo'yiladi. Lekin 2 ballik yoki 1 balldan ko'proq ball beradiganlarga ishlanishini ham yozish kerak. Shunda agar to'g'ri javobga yetib kela olmasangiz ham, mana yo'lda to'g'ri harakatlaringizga 1 ball berish mumkin. Agar javobgacha to'g'ri kelsangiz, 2 ballni to'liq qilib olasiz. O'n sakkizda ham yana tenglamasini toping deyapti. Buni topa olasizlar menimcha. 19da savol osonlashib ketyapti borgan sari. Y-axis bilan kesishadigan nuqtasini toping deyapti 6da. Endi qiziqroq savol. X o'qi bilan kesishadigan nuqtasini toping deyapti. Buni qayerdan topamiz? To'g'ri chiziq x o'qi bilan kesishganda y koordinatasi nechaga teng bo'lar edi? Kimning esida? Avvalroq aytganimizdek, x o'qimiz bilan kesishganda y koordinatasi doim 0 ga teng bo'ladi. Demak, x bilan kesishadigan nuqtadagi x ni topish uchun y ni 0 ga tenglash yetarli. Minus 2x plus 6 teng 0 deb tenglama ishlaydigan bo'lsam, x ni o'sha nuqtadagi qiymatini topa olamiz. Minus 2x plus 6 teng 0. Minus 2x teng minus 6. Bu tarafga kelib o'tsam, x teng minus 6 ni minus 2 bo'lganda plusdan 3 chiqar ekan. Bizga to'liq koordinatasini yozing degan ekan savolda. Men xato yozibman. Birinchisida ham y ni o'zini yozib qo'yamiz. X ni qiymati 0, y ni qiymati 6, to'liq koordinati 0 va 6. X bilan kesishgan nuqtada x imiz 3 edi. Y imiz 0 edi, demak 3 0 nuqta ekan. Koordinatini qavs bilan shunaqa qilib yozishimiz kerak. Yigirmanchisida ajoyib bir uzun tenglama bergan ekan. Shuni gradienti bilan y-interceptini toping debdi. Endi har doim y teng degan holatga olib kelib yakkalashimiz kerak. Slope y-interceptni topa olishimiz uchun berilgan tenglamani shunaqa qilib olib kelishga harakat qilamiz unda. 6x plus 2y plus 9 teng 0. Y ni o'zi qolishi kerak chap tarafda. Demak, mana 6x bilan 9 ortiqcha bizda. Uni o'ng tarafga olib o'tib 2y ni o'zi qolaveradi. Teng 6x o'ng tarafga o'tsa minus 6x bo'ladi. 9 ham o'ng tarafga o'tsa minus 9 bo'ladi. Y ni o'zi qolishi uchun bizda 2 ko'payganimiz ortiqcha, hammasini 2 ga bo'lib yuboramiz. O'shanda y teng qoladi. 6x ni 2 ga bo'lsa minus 3x bo'lib qoladi. Minus 9 2 ga bo'lsa minus 4,5 bo'ladi.
Endi bunga qarab turib y-interceptni ham gradiyentni ham topish mumkin. Gradiyentimiz x ga ko'paygan son -3 ga teng. Y-interceptimiz -4,5 ga teng. Qiyin emas menimcha. Ishlasa bo'ladi. Tushunayotgan bo'lsangiz yaxshi, tushunmagan bo'lsangiz so'rang. Yigirma birda ham qiziqroq savol ekan. Yana bitta. Qaysi biri 2,9 nuqtadan o'tadi deb so'rayapti ekan. Buni tekshirish yo'li juda oson aslida. Agar to'g'risizoq shu nuqtadan o'tadigan bo'lsa, bu degani x o'rniga 2 ni qo'yganingizda y ning qiymati 9 ga teng chiqadi degani. Hisoblab tekshirib ko'ramiz. X ga 2 berganimizda y 9 chiqadigan bo'lsa, demak o'sha nuqtadan o'tadi. Unaqa chiqmaydigan bo'lsa, demak o'tmaydi. Birinchisiga x o'rniga 2 qo'yadigan bo'lsam, y teng 4 ko'paygan 2 plus 1 bo'ladi. Hisoblasak 9 chiqadi. Demak, A line o'tar ekan. Ikkinchisiga qo'yib ko'ramiz. Y plus 2 ko'paygan 2 teng 8. Y ni topadigan bo'lsam, 8 minus 4 chiqar ekan. 9 emas. Demak, B o'tmaydi. C ni tekshirib ko'ramiz. Y teng 9 minus 2 ko'paygan 2 hisoblasak 5 chiqadi. Bundan o'tmas ekan, 9 chiqmagani uchun. Line D ni tekshiradigan bo'lsam, y teng emas. Y minus 3 ko'paygan 2 teng 3. Y ni topadigan bo'lsam, 3 plus 3 ko'paygan 2 bo'lib turib, hisoblasak 9. Demak, line D dan ham o'tar ekan. A va D nuqtalardan A va D to'g'ri chiziqlar shu nuqtadan o'tadi. Bittasini topsangiz 1 ball, ikkalasini topsangiz 2 ball menimcha. Shuning uchun ham bu 2 ballik savol. Yigirma ikkinchisida ikkita nuqtasini berib qo'ygan, x 0 bo'lganda y 7, x 0 bo'lganda y 7. X 0 bo'lsa, demak u y dagi nuqta 7 da kesib o'tar ekan. Demak, y-intercepti 7 ga teng. B teng 7. Endi slope'ni topib qo'ysak, keyin tenglamasini yozib qo'ysak bo'ldi ekan. Bizga tenglamasini yozib bering deyapti. 19 dan 7 ni ayiraman, 3 dan 0 ayiraman. 12 taqsim 3 m teng 4 chiqadi. Demak, tenglamamiz 4x plus 7. Juda ham oson. Yigirma uchinchi savolda bizga tenglama berilgan. Yana ham rephrasing qilib turib, endi cuts debdi. X o'qi bilan Y o'qi bilan kesishgan nuqtalarning koordinatalarini so'rayapti bizdan. Y o'qi bilan kesishgan nuqtani topish uchun x ni 0 ga tenglardik, y ni topardik. 8 ko'paygan 0 plus 2. Buni hisoblash ham shart emas, aslida 2 ko'rinib turibdi-ku. Hisoblasak ham 2 chiqadi baribir. Demak, koordinatani to'liq qilib yozadigan bo'lsam, 0 2 bo'ladi. X ni oldin, y ni keyin yozganimiz uchun. Har doim shunaqa. Endi savol qolib ketib qolibdi-ku. Gradiyentni so'ragan ekan. Gradiyent 8 ko'rinib turibdi. Endi C da x o'qi bilan kesishgan nuqtaning koordinatasini toping deyapti. X o'qi bilan kesishganda biz aytgandik, y ni qiymati 0 bo'ladi. 8x plus 2 teng 0 deb ishlamizda x ni topamiz degandik. 8x teng minus 2 bo'ladi. O'ng tarafga o'tsam x ni topish uchun minus 2 taqsim 8 deb olamiz. Lekin bu holatda qoldirsangiz, qisqaradigan kasrni oxirigacha qisqartirmaganimiz uchun javob xato bo'lishi mumkin.
Bu tekshiradigan odamga ham bog'liq aslida, lekin katta ehtimol bilan xato olinadi. Oxirigacha qisqartirib qo'yish kerak. 8 2 bo'lgan bo'lsa minus 1 taqsim 4 2 ga qisqargandan keyin javob o'shanda minus 1 taqsim 4 yoki minus 0.25 desa ham to'g'ri javob olinadi. Faqat bu holatda qisqarmagan holatda qolib ketmasligi kerak. Yigirma to'rtda gradientini equationini toping debdi. Buni topishni bilasizlar. Gradient topish uchun formulaga qo'yamiz, chiqadi. Equation topish uchun nima qilamiz? B berilmagan-ku. Gradientini topib ko'raylik birinchi. Yigirma minus 4 minus 1 minus 9 degan bo'lsak 16 taqsim 8 2 chiqar ekan. Endi b'sini tizimada ko'rsatilmagan. Bu necha nuqtada o'tishi? Buni qanday qilib topamiz desayni, tenglamani yozib ko'ramiz. Topgan gradientni o'rniga qo'yib mx plus b edi, m topdik, demak 2x plus b deb yozib turamizda. Berilgan nuqtalardan ixtiyoriy bittasini x bilan y ni o'rniga qo'yamiz. Masalan, buni qo'yadigan bo'lsam, x o'rniga 4 qo'yishim kerak, y minus 9 ga teng bo'lishi kerak. Minus 9 teng 2 ko'paygan 4 plus b deydigan bo'lsam, shunda b noma'lum. Xohlasangiz nuqtani olishingiz ham mumkin edi. Baribir bir xil javob chiqadi. To'g'ri hisoblasanglar bo'ldi. Bu yerdan b ni topadigan bo'lsam, b teng minus 9 minus 8 bo'lib ketadi. Bu tarafga minus qo'yib o'tgani uchun. Shunda b teng minus 17 chiqadi. Bu yerga minus 17 yozamiz. Yo'q, bizga savolda tenglamasini yozing degan ekan. Slope ham b ni ham topganimizdan keyin y teng 2x minus 17 yozamiz. Endi uchinchisida shu to'g'ri chiziq 12-44 nuqtadan o'tadimi? Javobingizni tushuntirib bering debdi izohlab. Yechimini qanaqa qilib o'sha javobga kelganingizni yozib ko'rsatib bersangiz ham bo'ladi. X ga 12 qo'yganimizda y teng 2 ko'paygan 12 minus 17 hisobladigan bo'lsam 24 da 7 nariganda 7. Javob does line pass through degan savolga javob yes yoki no bo'lishi kerak. Bizda 12 qo'yganda 7 chiqmadi, demak no, because shunaqa. Xohlasangiz yana ham extended versionda yozishingiz mumkin. X ga 0 berganim, x ga 12 berganimda javob 44 chiqmadi, shuning uchun ham yo'q deb. Yigirma 25-chi savolda tenglamasini toping debdi, topishni bilasizlar. Aniq ikkita nuqtani topsak, belgilasak, formulaga qo'ysak chiqaveradi. Endi bizdan so'rabdiki, b savolda to'g'ri chiziqni x koordinatasi 8 ga teng bo'lgan joydagi y koordinatasini toping deb so'rabdi. 8 degan nuqta bizda grafikda berilmagan. Agar berilganda, masalan 3 ga teng bo'lganda nechiligini so'rasa, 3 dan to'g'ri chiqardimda grafik bilan kesishgan nuqtadan keyin chapga yurgan bo'lardim. Y ni koordinatasini olib qo'yaverardim, lekin bizda grafikda ko'rinmagan joy so'ragan, demak biz tenglamadan foydalanishga majburmiz. Buning uchun tenglamani topib olishga majburmiz. Yana o'sha b ni topamiz. Y bilan kesishgan nuqtasi 16.
Slopni topmaymiz formulaga qo'yib, ikkita nuqtani olgandan keyin ikkita nuqtamiz 4 bo'lganda masalan 0 ga teng, 3 bo'lganda 4 ga teng. Formulaga qo'yamiz. 4 minus 0 taqsim 3 minus 4, 4 taqsim minus 1 minus 4 ekan. O'shanda tenglamamiz y teng minus 4x plus 16 bo'ladi. Bu birinchi savolning javobi. Endi ikkinchi savolda so'ragan x koordinatasi 8 ga teng bo'lganda y ni toping deyapti. Y 8 dan devorsa ham bo'ladi. Bu degani ma'nosi x o'rniga 8 qo'ygandaga y ning qiymati degani. Matematik belgilanishi shunaqa. 8 qo'yib hisoblaymiz. Minus 4 ko'paygan 8 plus 16 ni hisoblaydigan bo'lsam, minus 32 plus 16 minus 16 chiqadi. Javob minus 16. Yigirma oltinchi, 27-chi, 28-chi savollarni qanaqa qilib ishlashni mana bu yerda 24-chi misolda ishlaganimizda ko'rdik. Xuddi shu usulda ishlanadi. Ya 28, 29, 30 boshqacharoq ekan. Bitta ishlab ko'rsataman. 28 dan gradient 8 ga teng bo'lgan line 2-3 nuqtada o'tadi debdi. Y teng demak 8x plus b deykanmiz. B nol ekan. Y o'rniga 3 qo'yganimda 8 ko'paygan 2, x o'rniga 2 qo'yganimda 3 nuqtadan o'tish kerak. B ni topadigan bo'lsam 3 minus 16 turib minus 13 chiqadi. O'shanda tenglamamiz y teng 8x minus 13 bo'ladi. Bu yana ham so'roq ekan. Endi tayyor berib qo'ygan hisoblab o'tirishimiz shart emas. B ni topsak bo'ldi. O'rniga qo'yib tenglamani yozsak bo'ldi. Yigirma 29, 30, 31 bir xil ekan 28 bilan. 32-sida A, B, C nuqtalarini topib olishimiz kerak ekan. C nuqtani topish uchun avval A, B nuqtalarini topar ekanmiz. A nuqta bu mana berilgan chiziqni y o'qi bilan kesish nuqtasi ekan. Ya'ni y intercept ekan. 4x plus 3y teng 36 ni y interceptini topish uchun yana bitta yo'li x o'rniga 0 qo'yib y ni hisoblab olamiz. X o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsam 4 ko'paygan 0 plus 3y teng 36. 3y teng 36, y teng 12. Demak, A nuqtaning koordinatasi 0, 12 ekan. Yaxshi. B nuqtaning koordinatasi x aksis bilan kesishgan nuqtasi ekan. Bu tenglamani. Bu tenglamani yozib olgan bo'lsak, y teng e. Birinchisining javobi A nuqtaning koordinatasi x'imiz 0, y 12 chiqqanda. Ikkinchisini javobini topish uchun tenglamani yozamiz. 2 taqsim 3x minus 12. X o'qi bilan kesishgan nuqtada y koordinati 0 bo'lgani uchun y o'rniga 0 qo'yaman da x topaman. 2 taqsim 3 ko'paygan x minus 12 teng 0. 12 ni tarafga olib o'tadigan bo'lsam, o'rnini almashtirib yozsam 2x taqsim 3 teng 12 ga x topish uchun bu yerda ko'paytirish turganini bo'lish qilib o'tkazamiz. 12 bo'lingan 2 taqsim 3,
12 ko'paygan 3 taqsim 2 bo'lib ketadi. Qisqarsa 18. Demak, B nuqtani x koordinatasi 18, y koordinatasi 0, x kesib o'tgani uchun. Ikkala nuqtani koordinatalarini topdik. Endi bizda C nuqtani aytyaptiki, bu midpoint deyapti, ya'ni middle point. Ikkovini o'rtasida yotgan nuqta bu C nuqta deyapti. O'sha o'rtasidagi nuqtani koordinatasini yozib bering deb so'rabdi. Juda ham qiziq savol. Buni bitta formulasi bor, yozib qo'ysanglar foydadan xoli bo'lmaydi, yo'llab olsanglar nur ustiga a'lo nur. Midpoint formulasi. Agar berilgan birinchi nuqtamiz x1 u y1 bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi nuqtamiz x2 u y2 bo'ladigan bo'lsa, midpointni ham koordinatalari x bilan y bo'ladi aslida. Shularni topish uchun, uni x koordinatasini topish uchun aslida oson. Bu bilan buni qo'shib 2 ga bo'lamiz xolos. x1 plus x2 taqsim 2. Midpointni y koordinatasi y1 plus y2 taqsim 2. Shu ikkalasini koordinatasini qo'shib 2 ga bo'lsak, midpoint chiqaveradi. Masalan, C nuqtani hozir x koordinatasini topish uchun 18 ga 0 ni qo'shaman-da, 2 ga bo'laman. 9. Y koordinatasini topish uchun 12 ga 0 ni qo'shaman-da, 2 ga bo'laman. 6. 9 va 6 nuqta C nuqtani koordinatasi ekan. Javob chiqdi. Midpoint. Mana bu formulani eslab yo'llab qo'ygan bo'lsanglar bo'ldi. Yangilik ekan. Hop, keyingi o'tamiz. Oxirgisi ekan. Finally. A line'ni tenglamasi berilgan bizga. 5x plus 40 deb beribdi. Line B ni tenglamasini toping deyapti. Qiziq. 5x plus 40 bergan bo'lsa, demak mana y intercept 40 bo'lyaptimi? Demak, bu yerdagi nuqta 40 ga teng. Bunga qarab turib, hech qanaqa son bermagan bo'lsa ham chizmada o'zimiz chamalab olishimiz mumkin. Mana 4 ta alohida kadak, har bittasi 10 dan yurar ekan. O'shanda 40 bo'lgan. Bundan foydalanib, mana qolganini ham topib yozib chiqishimiz mumkin. 10, 20, 30, 40 bo'lgan bo'lsa, pastiga yuraman -10, -20, -30. Demak, B line'ni y intercepti -30 ga teng ekan. Endi slope'ni topsak yetarli. Koordinatalar chizmasida y o'qi bilan tashlangan qadam bilan x o'qi bo'yicha tashlangan qadamni uzunligi bir xil bo'ladi. Bu degani bunaqasiga ham bitta katta kadakka 10 deb olamiz. 20, 30 va hokazo. Bu tarafga -10, -20, -30 deb olgan bo'lsam, o'shanda bizda mana x o'qini kesib o'tgan nuqtasi -20 ga teng bo'ladi. Y o'qini kesib o'tgan nuqtasi -30 ga teng bo'ladi. Shu ikkala nuqtani yozib slope topishimiz mumkin yoki gradientni. Birinchi nuqtamiz x 0 bo'lganda y -30 ga teng. Keyingisi x -20 bo'lganda y 0 ga teng.
Slope formulasiga qo'yadigan bo'lsam, y2 minus y1 edi. 0 minus 30 taqsim x2 minus x1 minus 20 minus 0 bo'ladi. Bu plus bo'lib ketsa 30 taqsim minus 20 minusdan 1,5 chiqar ekan. Shunda tenglamani yozadigan bo'lsak, y teng minus 1,5 x minus 30 bo'ladi. Bu interceptimiz minus 30 bo'lganda, slope'ni hisoblasam minus 1,5 chiqdi. Shuni tenglama minus 1,5 x minus 30 bo'ladi. Ajoyib. Mavzu misollar qayergadir tushunmagan bo'lsanglar, bemalol so'rashingizlar mumkin. E'tibor uchun rahmat. Salomat bo'linglar.